quyonchalarimiz. Bugun ham ikkitasini chiqardik ko'chaga. Mashina qita setkadan charchaydi. Pastga tushiraman, mashina aylanadi. Bu yoqqa mayda quyonchalarimiz. Xudo xohlasa bular yakshanba kuni chiqaraman bozorga. Sizlarga bozorga olib ketayotganimni ko'rsataman. Xudo xohlasa kelgandan keyin sotuvdan necha puldan sotib keldim. Men shuni ham sizlarga aytib o'taman. Xudo xohlasa bular sotuvga ketadi. Xudo xohlasa bular tayyor bo'ldi уже. Bular 45 kunlik quyonchalarim. 4 ta. Yo'q ham 2 ta bor, 6 ta olib chiqaman bu yakshanba kun. Keyin men sizlarga bozordan kelgandan keyin necha puldan sotdim, mana shularni sizlarga aytaman. Hozir mana bittasini olib ko'rsataman. Mana. Ko'ramiz. Xudo xohlasa bu yakshanba kun bilan chiqadi bozorga. Bularni 100 ming deb yopti. Bular o'g'ilchamni quyonchalari bolamniki. 100 mingdan sotmoqchi, xudo xohlasa. Bular zotda quyonchalar. Mana bu samka bilan nima? Ikolni nimasi bu? Bular mashina aqlli hech qayerga ketmaydi. Bular uyini biladi, o'zini uyini. Mana bularni ham chiqarib ko'rsataman sizlarga. Bularni juda foydali tarafi odamni mana chalg'itadi. Uyda zerikish bo'lsa, mana chiqib bularga tomosha qilib, bularni qaraysiz, odam chalg'iydi. Ularni uyiga kirib ketyapti quyoncha. Mashinalarga kiralar, chiqalar, chip o'ynagan. Mana. Mana. Xudo xohlasa bular yakshanba kuni sotuvga chiqadi. Bayramga sotmoqchi o'g'lim. Bular velikan zotidan bolasani bu. Mana bular ham zotlik yaxshi quyonchalar.